Assalomu alaykum kuzatuvchilarimiz. Mana biza ayron apparat yasab kelibdi. Akamiz buni muzlatib berishi yo'lini so'rashyapti bizdan. Xudo xolisa mana shunaqa motor qo'yib beramiz. Muzlatish holatlarini dabdor kuzatib bersizlar. Kuzatib borasizlar, qilib beramiz xudo xolisa. Ayron apparatimizga motor o'rnatib oldik mana. Hozir bu motorlarimiz oldi oyoqlarni azgincha kesib tashlaymiz xudo xolisa. Mana hozir ishlatib ham bitta ko'rsatib beramiz, o'zingiz bitta ko'rib olasizlar. Ayron apparatimiz tayyor bo'ldi. Kimda shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqasizlar, 12 ta viloyatga taklif beramiz. Hamma narsasini qo'yib, xudo xolasa, mana ishlashlari yaxshi kunlarga xizmat qilsin. Nasoslarni ulab, mana bochka qo'ydik, ichiga spiral yasadik, nasos qo'ydik, suvni sirkulyatsiya qilish uchun. Bochka ichida qolgan suvni kechga olish uchun ayronni kran ham qo'ydik. Mana tag qismlari. Aka, mehnatimizdan rozimisiz? Roziman aka. Ha? Sog' bo'ling. Gap yo'q. Shunday xizmatlar kerak bo'lsa, 12 ta viloyatga xizmat ko'rsatamiz. Pastdagi nomerlarga aloqaga chiqasizlar. Yasab, chiroyli qilib jo'natib yuboramiz.